Ahvollar mana men o'g'lim boshida ko'tarib ko'p shamollash allergiyasi bor edi. Mana shu doridan olib men ichirgan edim. Allohga tavakkal ichirgan edim. Shunda men rezultat ko'rdim. Hozir mana qarindoshlarim ham shu narsadan olyapti. Mana men bugun yana zakaz qildim. Qarindoshlarimga zakaz qildim. Mana 5-6 ta narsani o'zi 597 ming bo'ldi. Mana podarkalar bilan bo'ldi. Общий podarkasiz hamma summasi 1300 edi. Mana hozir 597 ming tushdi. Men podarkalar ichida bo'ldi. Rezultati zo'r, qo'l ko'tarish, shamollash. Asosan shamollash, nimaga o'g'lim asmaga o'rib separdi, o'shandan rezultat ko'rganim uchun o'zim zo'r bo'lgani uchun hammaga birlayib qila olaman. Bemalol mana hozir qarindoshlarimga olib ketaman. Shuni orqasidan sizlar ham kelinglar, haqiqatda zo'r narsa, bunaqa yolg'on narsa yo'q. Men rezultat ko'rganim uchun birovga bemalol maqtanib ayta olaman. Shu narsa rezultat ko'rsatdi deb ayta olaman. Agar nimaiki hozirgi paytda birovga bir nimani reklama qilishga qo'rqasiz. Hamma har xil ta'sir qiladi. Men bolalarimda, chaqalog'imda, hatto 7 oylik chaqaloq ham tuzaldi. 7 oylik chaqaloqni qo'lga tomizib, yalatib qo'yishdi. 7 kun, 8 kunda tuzaldi 7 oylik chaqaloq. Ko'p ko'tarilgan ekan, ko'p shamollayotgan, shunga ham bo'ldi. Meni ham zo'r narsa, ingalyatsiya qilsa ham bo'ladi. Yosh bolalarga, kattalarga ham masajli krem, tomoqli og'rig'iga, oyoq og'rig'iga, masalan, erkaklar yuramiz, oyoq og'rig'i, tomir og'rig'i deydi, shunga ham zo'r narsa. Mana hamma ko'p narsaga davo ekan. Men o'zim odamlarda ham